إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلهي Parvardigara, o'zing hozirgi o'qilgan sura Ixlos va xatmi kunli Qur'oni Karimdan hosil bo'lgan savoblarni avvalambor va Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bag'ishlading. Jami etgan payg'ambar alayhissalatu vassalam, jami etgan sahoba ikrom rizvonullahi taala alayhim ajmain. Jami etgan mu'min va mu'minalarga haqlariga, xususan diyori O'zbekistondan o'tib ketgan avliyolar, mu'min va mu'minalarning ya Alloh qabrlariga nur qilib yetkazgan. Ilohiy mana qo'l ko'tarib turgan bizlar mana hamsabarlardan o'tib ketgan umidvorlarning qabrlarini Qur'on nuri bilan munavvar ayla ya Rob. Ilohiy Qur'on barakati bilan, ilohiy kafanning ichida turibmiz, ihromda turibmiz, labbayk etib ya Robbim Parvardigor, hammamiz bir katta gunohlar bilan, gunohlarimiz sochimizdan ko'p. Ya Robbim, biz chincha gunoh qilgandan charchab ketganmiz. Har birimiz gunohdan charchadik. Ya Robbim, bugun lekin sening rahmat va fazlingdan umid qilib ya Alloh, o'zingning uyingga boryapmiz. Qayta yalvarib, yilanib so'raymiz ya Robbim, bizni va biz bilan kelgan hamsabar hojilarni, butun sarzamin O'zbekistondan kelgan umraga ziyoratga kelganlar hammasining gunohlarini kechir. Ey Allohim, bularni ibodatlarning, umralarning sababi bilan ey Allohim, butun sarzamin O'zbekistonning erkak ayollarining gunohlarini kechir. Ilohi, butun dunyoning har yerida yashayotgan O'zbekiston musulmonlarining gunohlarini kechir.